Tanasi shu yerda-yu, lekin hech kimni, hech narsani his qilolmayotgan insonlar aslida ruhi shu yerda emas. Ular o'zini his qilolmayapti. Inson o'zini his qilishi uchun ruhi hozir va shu yerda. Ya'ni miyasi, fikrlari, xayollari hozir va shu yer bilan yashashi kerak. Hozir va shu yer bilan yasholmayotgan xayollar, tanangiz shu yerda-yu, xayolingiz umuman boshqa joyda bo'lib ovqat pishirasiz, bolangiz bilan gaplashasiz, turmush o'rtog'ingizni yonida shunday o'tirasiz yoki jinsiy hayotda ham xuddi tanangiz shu yerda-yu, xayolingiz umuman boshqa joyga ketadi va inson xayoli to shu yerga kelmas ekan, hozir va shu yerga yetib kelmas ekan, har bir jarayonni hujayralari darajasida, kichik zarralar darajasida his qilmas ekan, xayoli har doim boshqa joyda turar ekan, u o'zini his qilmaydi va o'zini his qilmasligi natijasida hech kimni his qilmaydi. Mana shunday paytda xayollarim mana qayerda degan savol bilan o'zingizni nimalarni ko'p o'ylashingiz haqida yozib o'zingizga ko'rsating va bularni hal qilishni boshlang. Xayolingiz joyiga agar kelmayotganini sezib qolib, nimani o'ylayotganingizni bilmaganingizda ham, men hozir va shu yerda farzandlarimning oldidaman. Men hozir va shu yerda turmush o'rtog'im falonchining oldidaman. Men hozir va shu yerda ovqat pishiryapman. Nima ish qilyapsiz-u, tanangiz shu yerda, xayolingiz boshqa joydaligini bilsangiz, xuddi mana shu gaplarni aytasiz. O'shanda siz ruhingiz va tanangiz bir joyda bo'ladi.